Qanday qilib ChatGPT yordamida arab tilini mashq qilsam bo'ladi? Arab tilini mashq qilish uchun ChatGPT dan foydalanishning eng yaxshi usulini o'rgataman. Buning uchun siz yodlamoqchi bo'lgan so'zlaringizni ChatGPT ga yozasiz. Masalan, kitob, kataba, jalasa, laiba, madrasa yoki maktab shunga o'xshagan yodlamoqchi bo'lgan so'zlaringizni unga berasiz va bular ishtirokida sizga o'zbekcha gaplarni arabchaga tarjima qilish uchun gap berishini so'raysiz. Ammo shu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa o'zingizni darajangizga mos bo'ladigan gaplarni berishini so'rang. Masalan, A1 darajada gap ber yoki A2 darajada gap ber yoki B1 yoki o'zingizni darajangizdagi gaplarni undan so'rang. Va siz u gaplarni arabchaga tarjima qiling va ChatGPT ga yozing. Mana bu gapimni sen A1 yoki A2 yoki B2 darajada lug'aviy yoki grammatik yoki har qanday arab tili nuqtai nazaridan tekshirib ber desangiz, bu sizga xatolaringizni ko'rsatib beradi va bahonada siz ushbu so'zni ham gap ichida ishlatasiz va bu so'zni yodlaysiz va bu so'z yordamida gaplar tuzishni o'rganasiz.